Telegramdan bir hafta oldin o'zimni sirdaryolik do'stim menga Telegramda yozuvdi. Do'stim, sen ham video chiqarib boshlabsan, ko'rdim YouTube'da dedi. YouTube bo'yicha administrator bo'lib faoliyat yurgizadi. Endi u do'stimning ismini aytishim shart emas. O'sha aytdi, omad senga yor bo'lsin do'stim, sen yaxshi boryapsan, videolaring yaxshi, lekin videoga ozgina fon bersang, musiqa qo'ysang, qandaydir reklamalarni qilsang, videoga reyting ochib layk yig'ilardi dedi. Men aytdim, bu gapingda qisman jon bor, qisman jon yo'q dedim. Ozgina bahslashib qoldik. Nimaga dedi. Men videoga qo'shib qo'ydim, seni aytganchalik tasavvur qil dedim. Men aytayotgan gapni eshitayotgan odam yoki u musiqani eshitami, yoki men shu gapni gapirib chiqqanda shu odam shu gapiribdi, montaj emas, bu sun'iy intellekt emas deb meni ko'radimi yoki ana shu fonni ko'rami dedim. Gaping to'g'ri dedi. Hozir aksar odam ana shu sun'iy intellekt yoki qandaydir musiqa qo'yilgan deb videodan chalg'iyapti. Gaplarga uncha e'tibor bermayapti dedi. Men aytdim, to'g'ri dedim. Shuning uchun do'stim, senga maslahatim, agar video chiqarsang, qandaydir audio qilasanmi, o'zingni ovozingni yoki o'zingni boricha qilaver dedim. Qandaydir layk kimdir bosadimi, bosmaydimi, prosmot yig'ilami yo'qmi? Seni internetda qandaydir fikring qolsin. Bu zamondagilar, seni do'stlaring kimdir qo'llab-quvvatlamasa mayli, qolib ketsin u dedim. Seni kelajakdagi insonlar ko'rsin, qo'llab-quvvatlasin, shular bilsin ki o'tmishda shunday odamlar bo'lgan ekan, bizni hozir zamondagi odamlar qanday o'zgarib ketgan ekan deb xulosa chiqarsin dedim. Maqsad shu dedim. Hamma narsani maqsadi, indallosi bo'ladi deydi-ku gapni, misol. Men shuni aytdim. Do'stim ham mayli dedi, gaping to'g'ri dedi. Mayli deb chiroyli xayrlashdim. Endi gapni indallosini aytganda, u kimdir layk bossa bossin, kimdir bosmasa bosmasin. Prosmotr yig'ilami yo'qmi? Eng maqsad sizni fikringizni haqida tushunchasi bo'lsin odamlarni. Hammani fikri har xil. Misol uchun men o'zim ham birovga fikr berishdan oldin mana shu odamdan o'zim fikr olaman har doim ham. Meni fe'lim shunday. O'tgan kuni 2 kun oldinmi bilmayman, aniq esimda yo'q. Bitta video ko'rib qoldim. Endi bu sun'iy intellekt asosida chiqarilgan, lekin gap mazmuni juda ham to'g'ri deb hisoblayman. Nimaga to'g'ri? Chunki ya'ni bitta ayol aytyapti, bitta cholga yo'lda to'xtatib, sizni fikringiz nima deb yoshlarga maslahat berasiz deganda u aytyapti, boylik Allohning oldida gunoh, kambag'allik bandalarning oldida deyapti. Nimaga bunday gapni aytdi? Bu gap chuqur o'ylansangiz, mana shu boylikni topaman deb inson ibodatdan, diniy diyonatdan, halol haromdan, hamma narsadan bexabar qoladi. Qandaydir boy edi ham shu vaqtga kelib, shungacha qancha gunohni orttiradi. Endi tavba qilaman, shunga diyonatga e'tibor beraman deganda aksari umri yetadi yoki yetmaydi. Aksar boylar endi tavba tazarruq qilib Makkaga borib, qandaydir ibodatlarni qilib tavba tazarruq qiladi, lekin aksar hollarda ba'zilari unday vaqtga, davrga yetib kela olmay o'ladi. Bu dunyoda boylik to'plab birovga qoldirgandan ko'ra o'zingizni bola chaqangiz, qarindoshlaringizga ham qoldirasizmi, birovgami? Bari kimgadir qolyapti u. Siz vafo qilaman deb izidan quvlagan boylik sizga vafo qilmaydi, bevafolik qiladi. Boshqalarga vafo qilishi mumkin ko'rinishida. Lekin undan ham qolib ketadi, hammadan qolib ketadi. Bu dunyoni o'zi sarqit, dunyo ichidagi narsalar ham sarqit. U sarqitni izidan quvlagandan foyda yo'q. Oxiratga
Allohning rahmatiga harakat qilishimiz kerak. Maqsad shu. Endi ba'zi odamlar bo'ladi, ana shu din-diyonatdan gapirsangiz, Alloh desangiz, sen o'qishing kerak, mulla bo'lishing kerak, falon joyda o'qishing kerak, bunday qilishing kerak deydi. Birodar, maqsadingiz nima desangiz, endi bunday gaplarni gapiraversang gunoh bo'ladi bilmasdan. Bunday deydi. Men aytamanki, ey birodar do'stim, siz bittagina so'z bilsangiz mana shu dindan, shuni esda qoldirish qiyin joyi yo'q. Hozir bema'ni gaplarni, lag'ov gaplarni, ahmoqona muzikalarni, shuncha bir behuda, bir gunoh bo'ladigan narsalarni esida qoldiryapti odamlar. Nahotki shu din-diyonatdagi narsalarni, din-diyonatda aytilayotgan gunoh savob bo'ladigan, do'zax jannati bo'ladigan hadisni yoki oyatlarni yodlash juda ham qiyin bo'lsa, buni qiyin joyi yo'q. Faqat ixlos, kunt kerak xolos. Mulla bo'lish kerak yoki falon yoshga borganda gapirish kerak degan gap, u ahmoqona gap. Mana u shaytondan bo'lgan gap-da, u shaytonning gapi. Chunki shayton to'sadi jannat yo'liga borayotgan insonni, o'zini do'zax yo'liga chorlaydi. Tavba qilish ham hozirgi zamonda juda ham qiyin bo'lib qoldi. Unga sabab lekin mana bu narsa, bir narsa deb qandaydir narsalarni bahona qiladilar, o'zi xohlamayapti. Odam o'zi xohlagan narsasiga erishyapti. E'tibor beradigan bo'lsangizlar, mashina olaman deb bitta odam 1 yil namoz o'qiydimi, o'qimaydimi, ibodat qiladimi, qilmaymi, baribir olyapti shuni. Xudo xohlasa ham, xohlamasa ham deb endi tilida aytmasa ham, xatti-harakatida tunu kun ishlaydi. Lekin ana shu mashinaga minganda u qandaydir sog'liqni yo'qotib, aql tomonlama zaif bo'lib, shu kerakmi shu? Undan ko'ra ozgina vaqt ko'p ketsa ham ibodat qilib, oralig'ida dunyoning ham harakatini qilib, keyin erishgan yaxshi emasmi? Sog'liqdan voz kechib, ahmoq bo'lib, psix bo'lib, qandaydir mashina yoki uyga erishgandan ko'ra sabr bilan ibodat qilib, oralig'ida dunyosini ham harakatini qilib erishgan yaxshi, meni fikrim. Chunki men ko'p joylarda ko'rganman, o'zim qarindoshlarimda ham, do'stlarimda ham bitta mashina yoki uyni, qandaydir narsani odamlar ololmaydigan yoki ola oladigan bo'lsa ham bir boshqacha moddadagi narsani olib, qandaydir kibrlanib yoki psix bo'lib, bir gapirishida, yurish-turishida o'zgarish bo'lib qolgan. Bunga muhit sababchi bo'lgan yoki o'zini xatti-harakati, dunyoqarashi shunday sabab bo'lgan deb o'ylayman. Sababi juda ham ko'p. Endi odam o'ziga qarab, bitta narsani olaman deb hammaga tashvish bo'lmasdan, hammaga zarar bermasdan erishgani yaxshi deb o'ylayman. Endi meni fikrim, hammani fikri bo'lgandek, hamma o'zini fikrini internetda bildiryapti. Men ham o'zimning fikrimni internetda bildirsam, hech kimga zarar bermayman, hech kimga bir og'irchiligim tushmaydi deb o'ylayman. Mayli, sog' bo'linglar, omon bo'linglar do'stlar, birodarlar. Like bosib, obuna bo'lib qo'yinglar. Keyingi videolarimni kutib qolinglar.